Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli görürmenler. Bugünkü programımızdaki növbetdeki sanıda Allah yoludaki qarindaşlıq degan temir toxtalımız. Men program riyasetçisi Ubul Qasım Ahmedi. Programımızın bugünkü aziz mehmini Şarkı Türkistan Ulemalar Birliği'nin muavin reisi Ustaz Ömer Qarajim buludu. Qarajim programımız için qadam teşrif qilganligi uchun ko'p rahmat aytamiz. Allah razı olsun. Sizden. Hakikaten bugünkü tema bir mühim bir tema deb qarayman, çünkü günümüzde bu qarindaşlıkmanki tutuşayotganligi hammalarga ayon. O halaniki bu qarindaşlık Allah'ınki şu imandan keyingi eng katta mevzularning biri edi. Bu qarindaşlık dünya ahiretdeki baxsadatninki ochqisi bütün işlerimizde muvaffaqiyat qozonish, meyle teşkilatçılık olmasın, meyle bizden karkanda cihadi hareketlerimiz olmasın, hem de bu qarindaşlık mühim bir rol oynaydı deb qaraymiz. Bu programda özümüzden ve etrafımızdaki qarindaşlığımızınki özününki şu qarindaşlık mesuliyetiga qayta qarab chiqishga turdik bo'lsin ekan degan umid bilan bu programni qilib o'tiribmiz. Programimizni şu Allah yolidagi qarindaşlık degan nima? Qanday bo'lganda Allah yo'lida qarindaşlık bo'ladi? Bundan boshlab ketsak, qani marhamat. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah. Thumma amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Özür etkandak Allah yolida qarindaşlık men bu imanның ayrılmaydigan bir sübti. Taqvadarlıqninki daimlik bir xisleti. Her qanday özünü mümin deb dava qildigan insan da çoxum onun da qarinda müminlarni yaxshi ko'radigan bir sifat bo'lish kerak. Allah subhanahu ve taala bunu xulosalab Qur'on Karimda innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu bayna akhawaykum wattaqullah degan. Yani müminlarninki qarindishi. Qanday bir mümin bo'ldi ekan, yan bir mümin uninki qarindishi. Müminlarning orasida o'zaro yüz berib qolgan husumat, jidal majra bo'lib qolsa, ularning orasini isloh qilib qo'yinglar. Oxirisida vattaqulloh, Allohdan qo'rqinglar. Ya'ni qarindosh bo'lmay qilishdan Allohdan qo'rqinglar. Qarindosh bo'lib aranglarda yuz bergan masalalarda buni isloh qilmay tashlab etishda Alloh subhanahu va taolodan qo'rqinglar deb bayon qilgan. Shunga qanday bir musulmon o'zini men mu'min deb da'vo qiladi ekan, o'zini muttaqi, taqvodor deb da'vo qiladi ekan, uningda qarindoshlik bo'lmasa, uningda haqiqiy, samimiy, sadoqatmanlik bo'lmasa, mu'minlarga qarta meni bu iymon naqis iymon bo'ladi yoki uning taqvodorligi yasama taqvodorlik bo'ladi. Qarindoshlik sizlab o'tgandek bugungi kunda musulmonlarningki amaliyatidan yiroqlashayotgan, kundan kunga suslashayotgan shunda bir holat yashayapmiz. Amaliyotda qarindoshlikqa umum mu'minlar jumladan Şarkı Türkistanlık muhaciratda yaşayotgan musulmonlar qattiq ehtiyojli bir sifat bu. İnsanlarning umumisi qalasak, o'zaro bir-birisi bilan nafratlanib, dushmanlashib, adovatlashib, bunda yashashninki hech qanday sababi yo'q. Balki sog'lom aql, sog'lom fitrat insonlar bir-birisiga istoshlik qilib, bir-birisini yaxshi ko'rib, bir-birisi bilan hamkorlashib, yashashini taqozo qiladi. Va mehr muhabbet avjağın, xotirjamlik istiqror hukm surgan bunda bir jamiyatni barpo qilish uchun cho'qim qarindoshlik bo'lish kerak. Chunki insonlarningki asli bir ota-onaga qaytadi. Alloh taolo buni bayon qilib, ya ayyuhan nasu inna xalaqnakum min zakari va unsa va ja'alnakum shu'uban va qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Yani umum insanlar, fakat müminler emas, umum insanlar, iyi insanlar biz sizlarni bir erkek, bir ayoldan, bir ayoldan yarattık. Yaratışdiki ve sizlarni biz nurgun millet ve kabile kıldık, farklı kabile, farklı millet kıldık. Bunda qilishninki hikmeti nima bo'lsa, o'zaro bir-biringizdan fikr almashtirish, tajriba almashtirish, bir-biringizning kamchilikini bir-biringizlar to'liqlash uchun en ahirki Allah'ın dergahida makbul bulduğun ölçem nima dese, sizlarning aranglarda en hürmetli sazavar bo'lgan Allah subhanahu ve taala'nın dergahida makbul bo'lgan inson kim dese, en taqvodor bo'lganlar shu degan. Peygamber aleyhissalatu vesselam İslam ümmetini alayda bir teşbih qilib,
bir cisimga, insanın bir cismiga teşbih kılıp okşatkan. Mesalul mu'minina fi tevaddihim ve terahumihim ve taatufihim mesalul cesedil vahid İza işteka minhu udun tada'a lehu sairul cesedi bis sehari vel humma. Yani insanlarınki, müminlarınki bir-birisiniga yestaşlık kılışı, bir-birisini yaxshi ko'rishi, do'st tutishi, qarindosh bo'lishi, bir-birisi bilan hamkorlashishi, buningda nimaga o'xshaydi desa, bir jismga o'xshaydi. İnsanning a'zolaridan bir a'zo, hatto insonning putidan bir barmoq aziyat tassa, bütün onun jismlari uyqusuzlik, qizitma bilan bearam bo'ladi. Shuningga o'xshash qanday bir yerda bir mu'min onun beşe bala musibet kelsa, onun beşiga ig'ir kun kelsa, zulm uçursa, boshqa yerdagi musulmonlar onu qalab o'ltirib, tomoshabinga o'xshab qalab o'ltirish kerak emas, balki uning uchun jism qizg'anga o'xshash, unga istashlik qilib, qo'ldan kelishicha yordam qilib, uning haqqida duo qilib, uningdan shu zulmni ko'tarib o'tish uchun harakat qilish, bu mu'minningki haqiqiy sifati. Payg'ambar alayhisolatu vasallam yana bir hadisda Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilgan bir hadisni bayon qilib, mu'minlar sizlar bir-biringlarni hasad qilishmanglar. Chunki hasad degan insondagi yaxshilikni yeydi. Bir-biringlar bilan olmaydigan savdoga boshqalarning savdosini buzib, tanajush qilib, sizlar bahoni ko'tarib bunda axloqsizlikni qilmanglar. Bir-biringlar bilan dushmanlashmanglar. Bir-biringlar bilan adovat qilishib, kaynonlik qilishmanglar. Sizning ba'zinglarninki ilim, setim savdolarni buzib, aloqaga ta'sir etadigan ish harakat faoliyatlarni qilmasin. Sizlar Allah'ның qarindosh bandalari bo'linglar. Musulmon degan nima ish qiladi desa, musulmon degan musulmonninki qarindoshi. Har qanday bir musulmon musulmonning qarindoshi, uningga zulm qilmaydi, uni yordamsiz tashlab etmaydi, uni kamsitib, uni haqir sanamaydi deb bilan payg'ambar alayhissalatu vassalam taqvolik mana bu yerda deb 3 qatim yuzningki maydasiga ishorat qilgan. Oyg'ida ayidisining oyig'ida payg'ambar alayhissalatu vassalam bir insonga o'zining musulmon qarindishini kamsitishi gunoh jihatdan yetadi. Boshqa hech qanday gunoh qilmasa-mu, o'zining bir musulmon qarindishini kamsitib qilganligi gunoh jihatdan yetadi. Har bir musulmonning yana bir musulmon qarta uningki qini harom, hurmatlik, uning tajovuz qilishga bo'lmaydi, tegishga bo'lmaydi, uni to'kashga bo'lmaydi. Uning meli harom, uni o'g'irlab tajovuz qilishga bo'lmaydi. Uning yuz obro'yi ippiti harom, bunga tegishga bo'lmaydi degan. Mana bu islomda bizga ko'rsatgan qarindoshlik mana bu. Allah razı olsun. Hakikaten bu bir qarindoshlik güzel cemiyet barpo qilishninki va shundaqla bir mustaqil davlatga qurish, davlatga erishishninki bir boshlang'ich qadam bo'ladi ekan. Shu payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Madinaga berib lakinde musulmonlarning o'tirisidagi qarindoshlikni kuchaytirishdan boshlagan ekan ishni. Hakikaten inson qarindosh, atrofimizda qarindoshimiz ko'p bo'lsa, inson o'zi bilan bir g'urur tuyg'udek, izzat nafsi bilan, sharaf bilan her tarafdan xotirjam yashaydi. Anadan keyingi ömlik bo'lib, boshqa joylarda ishlarda bir barakat bo'ladi ekan. Aksicha biz Alloh yo'lida qarindosh bo'lolmasak, buning tarafdan ziyonlari, hatto dushmanlar ham uni parchalab yo'q qilib yetishga o'rinda ekan. Bu Allah yo'ldagi qarindoshlik sanab tugatkisiz katta bir ne'matlarninki biri ekan. Endi bu Allah yo'lidagi qarindoshlikni qanday qilib hosil qilib qo'lga keltirib bo'ladi. Hammalarning bir qarindosh bo'lib yashasam bo'ldi deb arzuyimiz bo'ladi. Endi insonda bir Allah yo'lidagi qarindoshlarimni sanab baqay deb daftar qilingan akaga vaqtida o'zini bir tas qilsa, ulamolarimiz aytgan. Seninki o'zingning baxtlik, baxtsiz ekanligini bilishing uchun Allah yo'lidagi do'stingning qanchalik ekanligini sanab baq, o'zingga baho qilib baq deb. Elbette her qanday bir mümin Müslümanның bo'lib ahiretga iymoni va adamning Allah yo'lidagi bir qarindoshlikni izlaydi deb bilamiz. Allah yo'lida hamma qarindosh bo'lsa bo'ladi. Bu Allah yo'lidagi qarindoshlik qanday bo'ladi? Bu haqda bir tushuncha bergan bo'lsa. Endi qarindoshlik haqida gap ochadigan bo'lsak, haqiqiy qarindoshlik bizga namuna bo'lgan, o'rnak bo'lgan, ta qiyomatgacha sura Hashrda bayon qilingan şu muhacirlar bilan ensarlarning qarindoshligi. Mana bu ensarlarmi tarixda misli ko'rilmaydigan fidokorlikni qilgan, muhacirlarmi tarixda misli ko'rilmaydigan iffetlik bo'lish namuna qilib ko'rsatgan. Shu Allah subhanahu va taolo Qur'oni Karimda
والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. مش آياتта qarindoshlikninki yaxshi ko'rish bilan mu'minni yaxshi ko'rishi bilan hosil bo'lganligi. İsar bilan ularning hojatini o'zining hojatidan afzal ko'rish bilan bo'lganligi. Hamkorlashish bilan bo'lganligidan derak berdi. Mush oyatda Alloh subhanahu va taolo ansarlarni sifatlab, ansarlar shunda bir kishilarki, ular muhojirlar kelishdan ilgari Madinada o'ziga yo'l hozirlagan va iymonga o'rin bergan, o'zlariga hijrat qilib kelgan musulmonlarni, muhojirlarni yaxshi ko'rgan, qalbidan yaxshi ko'rgan. Ular shunda ehtiyojli bo'lgan bo'lsa-mu, o muhojir qarindoshlariga berilgan ne'matlarda o'zining hech qanday hojatni his qilmagan mushunda kishilar hatto ular Allohninki hojatini, ularninki nimasini o'zininkidan afzal ko'rgan. O'zininkidan afzal ko'rgan, garchi o'zlarida hojatman bo'lgan bo'lsa, insonning hojati tugamaydi hayotda. Hammadan o'zini muhtoj qilib olay desa, hammadan muhtoj bo'lib ketadi. Ammo inson nima bilan boy desa, o'zining nafsi bilan boy. Haqiqiy boylik nafsning boyligi degan shon payg'ambar alayhisolatu vasallam. O matoninki nimaning ko'pligi emas, haqiqiy boylik nafsning boyligi degan. Mushad yana va man yuqashuha nafsihi ayg'ida qanday bir odam o'zininki nafsining bexilligidan saqlansa, mana bularchi haqiqiy o'zining murodiga yetadiganlar, utuq qozonadiganlar, Alloh subhanahu va taolodan nijotlikka erishadiganlar shu degan. Yani payg'ambar alayhisolatu vasallam Anas radıyallahu anhu rivayet kılgan hadiste, Sahih Bukhari Muslim kelgan hadiste, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Har qanday bir mu'min o'ziga nimani yaxshi ko'rgan bo'lsa, o'zining qarindoshiga shuni yaxshi ko'rmagicha kamil mu'min bo'lmaydi degan. Ya'ni sog'lom bir mu'mincho, hasad qilmaydigan, adovat qilmaydigan mu'minlarga qalbi sog'lom inson mu'minlarning shu foydasini yaxshi ko'radi. Boshqalarga xayriyatning yetishini yaxshi ko'radi. Shunga bu oyatda haqiqiy mu'min degan o'ziga nimani yaxshi ko'rsa, o'zining mu'min qarindoshiga shuni yaxshi ko'rmagichilar kamil mu'min bo'lolmaydi degan. Ya'ni payg'ambar alayhisolatu vasallam bir hadisda o'zining qo'shnisi uning ofatidan, uning balay ofatlardan, talafatlardan xotirjam bo'lolmaydigan odam jannatga kirmaydi degan. Ya'ni bugungi kunda qalaydigan bo'lsak, hammamiz darvozalarimizni chang taqab, pullarimiz olsa, altınlarımız olsa, kasığı selep, manda saklaydigan hech kim ko'rib qolmasin deb, xotin bolalarımızga hech kim qalab qolmasin deb darizilni yepib, pardani yep manda yashaymiz. Amaliyotda bir mu'min o'zining mu'min qarindoshiga men bo'lmasam, mush qarindishimcho, mening xotin bolalarimga nazar solmaydi, pul mollarimni menga o'xshash muhofazat qildi, o'g'ri bo'lish emas, balki menga o'xshash muhofazat qildi deydigan xotirjamlikni beramizcho, jannatga kirmaydi ekan. Çoğun bir mu'min o'zining mu'min qarindoshiga mushunda xotirjamlikni beradigan vaqtda ondikin jannatga kira oladi. Yana payg'ambar alayhisalom bir hadisda laysa bi mu'minin man bata shab'an wa jaruhu ila janbayhi ja'i'un wa huwa ya'lam. Bir mu'min o'zining ko'ngli o'zi to'q yotgan bo'lsa, uning qo'shnisi uning qishida och yotgan bo'lsa, ashuni bilib turib, och yotganligini bilib turib, to'q yotgan bo'lsa, buning hojatidan xabarlanmagan bo'lsa, meni bu adam haqiqiy mu'min bo'lolmaydi degan. Bugungi kunda meni bu sifatlar kundan kunga ojizlashayotgan, hammadan o'zining hojati bilan bo'lib qolgan, hammadan o'zininkicho manfaat bilan bo'lib qolgan, mushunda bir kunda yashayapmiz. Amaliyotda iymonimizni kamil qilaylik desakchi, cho'qim boshqalarga bo'lgan mehribonligimiz, boshqalarga bo'lgan yestashligimiz, mu'minga bo'lgancho mush tuyg'ularni beradigan vaqtimizda andikin haqiqiy qarindoshlik bizda asl bo'lgan bo'ladi ekan, shu vaqtdan andikin jannatga kira oladi ekanmiz. Shu bir she'r deb ekan, ana anta va anta ana nahnu rawhani halalna badana deydi. Sen men sen. İkimiz bir bedenge tushgan, ikki ruh. Faqat ikkimiz aslicha bir jism biz. Ammo ikki ruh o'xshamagan ikki jismga tushgan bir ruh biz. Deb bayon qilganday. Demak, bu yerda sanpan deb arishadigan bir ish yo'q. Biz deydigan bir ish va musulmonlar deydigan bir ish va qarindoshlik deydigan bir ish va qarindosh, chunki qarindoshning musulmonninki manfaati mening manfaatim, uning yetgan ziyon, menga yetgan ziyon deydigan menda bir holat shu shakllanish kerak. Masalan, bir kitoblarda yoziladi qarindoshlar haqida. Bir musulmon o'zining qarindoshidan bir hojatini so'rab kelganligini. Andikin
Öyle kirip de onun hacetini bir poğandan keyin öyle kirip yığılıgıl toğandan keyin o adam göz yaş qıptı da. Göz yaş qılgandan keyin ayali va bu siz onda çidimig'icha chidamaydigan narsani berib endi yig'lig'il to'g'icha siz bermisiniz lan bo'lmadimi debdikan men uni bir narsa berganga yig'lamadim ammo qarindishimning holidan xabar olmay buning holi qanday ketib bordi buni so'rab qo'ymay buning sog'lomligi joyidami iqtisodiy joyidami buning holidan xabar olmay mening qishimga yuzni ko'tarib kelib mendan bir narsa so'g'idek holat qo'yib qo'yganligim uchun meni hasrat qilib yig'ildim degan meni bu qarindoshlik sahabelerning qatida bo'lgan ansarlar muhojirlarning ichida bo'lgan meni bu vaqtida demak shunday yaxshi ko'rish bilan g'amxo'rlik qilish bilan o'zimizdan musulmon qarindishimizga bo'lgan ishonchini o'lto'g'izib bilan shu bu qarindoshlik asıl bo'ladi. Allah razı olsun. Hakikaten bu qarindoshlikning asıl bo'lish uchun birinchidan şu qarindoshlarimizni chin qalbimizdan yaxshi ko'rish. Ikkinchidan isar ala nafs, ya'ni boshqalarning qarindoshimizning manfaatini o'zimizning manfaatidan a'lo bilish, bir-birimizga kuyinish orqali bu qarindoshlik asli bo'ladi degan bo'ldik. Amaliyotda sahobalarningki qarindoshlikqa qaraydigan bo'lsak, bo'libmi shu nimadaki boshqalarningki qarindoshlarning manfaatini o'z manfaatidan a'lo bilish babiga kelganda sahobalarning agar shu Buxoriy sahih hadis kitoblarida kelmagan bo'lsa adam afsonadek tuyulgudek qarindoshlikda yuqori pallaga yetgan ekan. Bu islarning nurg'ulg'an o'rnaklarini bergan ulamolar. Masalan, Oysha roziyallohu anha onamizning o'zining yotadigan qabr o'rnini Hazrat Umar ibn Xattob o'tinib berganligi, o'zining yeydigan, iftog'lik qiladigan narsalardan qo'lim qo'shnilariga berib o'tganligi, bo'libmi Yarmuk urushidagi sahobalarning bir yutum suvni bir-biriga o'tinib sen içkin ağ içsin deb bir yutum suni içmey ötünüp bir-biriga şehit bo'lib ketgan qissa qatan adamni o'ylantirdi. Şun bulda demek qarindoshlikning eng yuqori pallasi oldu tepilgan. Şun Allah ularga o'zining mustaqil davlatni, islomiy hayotni ularga bergan ekan. Allah hammamizni shunda bir maqsadimizga yetkazsin. Islomiy qarindoshlik, Allah yo'lida qarindoshligimizni kuchaytirib bersin. Hammalarning orzuyimiz bu Allah yo'lida qarindoshlikni bu qildi yuqori sifatlar bilan qo'lga keltirgil bo'ladi ekan. Ammo buni chingitishga ehtiyojimiz bor. Hammamizning qarindoshligimiz og'zimizda da'vo qilamiz, qarindoshligimizdan jiqlarimiz rozi emas. Ya'ni sus holatga yetib qoldi. Zaman oxirining nimasi Abu aytgandek boshqalarning manfaatini o'zining manfaatini ola bilish emas. Hozir bir zaman keldiki sen ziyon tat, men foydalay, sen yaşama, men yaşay deydigan. Ang iddia bu ta'sir qildi. Balkim boshqa yat millatlarningki bo'lgan illatini yuqtirib olgan deymiz. Endi qanday qilganda Allah yo'lidagi qarindoshlikni kuchaytirib bo'ladi. Bu vaqtda bir tushuncha bergan bo'lsizlar. Endi ba'zi sifatlar insonda onadan tug'ma asl bo'ladi ekan. Ba'zi sifatlar iktisob bilan qo'lga keldi deydi ulamolar. Bu qarindoshlik deganmi? Unda yuqorida bayon qilgandek xislatlar anadan tug'madan bunda paydo bo'lib qolgan bir ish emas. Inson takalluf qilish orqali, uning sababini izlash orqali andikin kuchaydigan bunda sifatlar. Masalan, Payg'ambar alayhisolatu vasallam tahada va tahabbu. Sizlar bir-biringizga hadiya qilishinglar, bir-biringizga yaxshi ko'rishinglar degan. Masalan, munosabatlar, safardan kelgan, haramga o'rib kelgan, bir yerga kelgandan keyin bu yerda hadiyaningki qimmati, hadiyaningki hajmi qanchalik bo'lishidan qat'iy nazar, garchi u narsa oddiy bo'lsa-mu, insonning tabiati shu. Hadiya qilgan kishini yaxshi ko'radigan bir tabiat bor. Shunga jubilatun nufusu ala hubbi man ahsana ilayha degan hikmatli gap bor. Insonning nafslari yaxshilik qilgan kishini yaxshi ko'radigan bir tabiatda yaratilgan deydi. Al-inson abidul ihson deydi. Inson ihsonning quli. Ya'ni hatto adovatlashib qolgan, bir gap talashib qolgan bir insonning orasidami hamay to'xtab qolmay uni xayr-ehson qilaversa, dasturda balki men shunday yomonlik qilib tursam, menga yaxshilik qilganda bir ish va g'arazda qilib o'tamiki deydi. Samimiyat bilan, ixlosmandlik bilan qilavergan sari inson uni yaxshi ko'rib qilgan insonning tabiati bu. Bu yerda Hazrati Sulaymon alayhisolamningki bir qissa esim kelib qoldi, kichikkan ham qistirib olay. Hazrati Sulaymon alayhisolamdan so'ralgan ekan, sizga eng suyumli ko'rilgan odam kim deganda, mening yanamga quruq kelmay hadiya bilan kelgan odam.
Hayran kalıp Süleyman Aleyhisselam da hem Allah'ın ki peygamber hem Meşrik Mağrib'in padişahı binas ihtiyacı yok zat. Ben hayran kaldım bu sizin bu diyen gepinizge çünkü sizin hiç qanday ihtiyacınız yok. Qanday olup siz bir xanın hediyesine yaxşı görürsüz yani. Qo'y, mening maqsadim hediye emas, hediyenin hajmi de emas. Onun aşı hediye götürüp kelganligi bana bo'lgan bir ixlosini bildirdi. Demek mening aldığım hediye kelganligi o meni yaxşı ko'rdiganlikning bir alamati. Ben şoň odamlarni yaxşı görmeye degan bir qissa var ekan. Hakikaten bu. Peygamber Aleyhissalatu vesselam bizni şu qarindoshlik, mu'minlarni o'zaro yaxshi ko'rishning ne kadar muhim bo'lganligi uchun endi tavsiyalarni beraylik. Ama buningki sebebi nima desa, hadiya qilishinglar, hadiya qilishga vaqtida insonning tabiati hadiyani yaxshi ko'rdi, undan o insonni yaxshi ko'rishga kelib boradi. Yani bir hadisda avvala adullukum ala shay'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Men sizni bir ishga boshlab qo'ymayman, siz uni qilsanglar bir-biringizni yaxshi ko'rishsizlar. O bo'lsa-mu afshus salama baynakum. Siz o'zaro salomni oshkor qilinglar deydi. Bugün günde tanımaydigan adamga salam qilsa, g'arib tuyuldigan, tanıydigan adamga mı ağzını midiltib qo'yib, "Patchi to'limo" deb qo'yib, "Gunaydin" deb qo'yib o'tadigan manda holat bo'lib qoldi. Bu herkes islomdagi salomning o'rnini basamaydi. Islomdagi salom degan bir mu'min assalomu alaykum deganning ma'nosi mendan sana tinchlikdan boshqa narsa kelmaydi. Men sening qarindishing, biz ikkimiz men mushunda bir cisimga tushgan ikki ruhdan iborat. Sen mendan xotirjam bo'lsang bo'ladi deganni ifodalaydi. Buni anglagan odam va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh degan uchun ikki tarafdan bu tabadullab olmish. Ammo o'zininki ko'ngilni ifodalaydi, mam o'zining ko'ngilni ifodalaydi. Mush orqaliqchi mushuni qilsanglar, mush salomni oshkor qilsanglar, o'zaro umumlashtirsanglar, bunun oxirgi natijasi bir-biringizni yaxshi ko'rishga olib boradi degan. Ya'ni payg'ambar alayhisalom la tahqiranna minal ma'rufi shay'a. Ma'rufdan hech qanday ishni oddiy sanama. Walau an talqa akhaka biwajhin taliq deydi. Gar sen qarindishingga bir uch quyruq bir ko'rishashga tek bir ish bo'lsa-mu, o bir narsa berishga oyoq tutsin. Muomalangda ko'rishga vaqtingda yuzingdagi tabassum bo'lsa-mu, buni sen ayıma. Bunda ishni oddiy sanama çünkü bunun neticesi qalbga berib taqiladi. Yaxshi muomala qilinadigan inson yaxshi muomala qiladi. Mush orqaliqchi o'zaro qarindoshlik kuchaydi. Yana tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqa degan payg'ambar alayhisalom. Seninki qarindishingninki senin qarindishingning yuziga tabassum qilib baqqaning, kulguning mana bu sen uchun bir sadiqa degan. Buningki nimalarni so'ziga tursak Naytijik Peygamber aleyhisselam hatta peygamber bulaş sıfatı olan şu "Lav du'itu ila kira'in la acabtuhu." Ben adli sadda bir kallıp açık sağan bir şorpedek bir nesigi çakırılsam ben hani bu koyunun şorpisi emesken ya goşunun şorpisi emesken demezken ben şunu şu icabet kılgan bulattım. Bana aşında bir bilektek ya ki bulmasa inde paçaktek bir nese hediye kılınsa ben peygamber turup neymiş bu adli saddi bir nesini ekildi bana demey ben onu kabul kılgan bulattım degan. Yani peygamber aleyhissalatu vesselam bunda kemter peygamber bulaş bilen birge ümmetiga şunu öğütüyordu. Yani özara bugün günde qarindoshlikni kuchaytiradigan ishning nimasi nadan boshlanadi desa hech bo'lmasa qo'shnimizga tamoq sunish bilan. Hayit ayamida uning ballariga hadiya berish bilan, hayitlik berish bilan bir safardan kelsak, masirga binasini olib kelgandim deb atirchaqliq binasini akilish bilan yoki bir ko'nglikdek bir narsani akilish bilan voy deb andincho buningki payg'ambar alayhissalatu vassalam hadiya qilinsa uningcho nimasini o'rnini qaytarib beradigan mana bir payg'ambar deydi. Ya'ni bir hadiya qilinsa insonning qalbida ma odam meni yaxshi ko'rdi ekan. Unda o'g'andan keyin men bu odamni yaxshi ko'rsam bo'ldi ekan, ham bu odamga men hadiya qilsam bo'ldi ekan deb hadiya taqdim qiladi. Mush orqaliqcho qarindoshlik kuchaydi. Hem yana umuman qilib aytgan vaqtida go'zal muomala bilan qarindoshlik kuchaydi. Ba'zi vaqtida hemencik ba'dimga hadiya qildimga unda o'g'adiki meni yaxshi ko'rish kerak deymiz. İnsanlarga bir narsa bergandan keyin uning minnat qilib qo'ydigan, uningga ko'rishgan vaqtida sal qo'pollik qilib qo'ydigan, yaxshi muomala qilmaydigan ishlar bor. Shunga hammadan bak bir narsa berishdanmi bak muomalarimizda siliq sipoyi bo'lish, mehribonlik qilish, qarindoshlarimizga buni his qildirish bilan qarindoshligimiz kuchaydi inshaalloh. Allah razı olsun. Allah bilen Cenab-ı Allah'tan bu programını yüzümüzge menfaatlik buluşunu dileyimiz. Şunda etrafımızdaki qarindoshlarımızga menfaat qilishini şu arqılık Allah yoldaki qarindoshlikni kuchaytib bu dünyanın ve ahirette
bu qarindoshlikning foydasiga erishishni Allohdan tileymiz. Haqiqatan bu dunyodagi foydani ham sanab tugatib olmaydi. Bu oxiratda qarindoshlik bo'lganlarningki Allohning arshining ostida sayurdigan, hatto nurg'unlagan payg'ambar nimadan tatib, bu qanday kishilar bu deb qolgandek bir arzu qilgandek maqam ekanligini, mush maqomga qarindoshlik qilib olgan Rasululloh degan. Allah mana bu qarindoshlikning natijalariga hammalarni muvaffaq qilsin. Hörmətli qarindoshlar, proqramımızı bir yerdə axırlaşdırırıq. Köngül qoyub ko'rpaginiz uchun ko'p rahmat. Keyingi sonlarda qayta uchrashish umidi bilan har biringlar bilan xo'shlashimiz, xayr va salomat bo'linglar. Vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Va alaykum assalom.